Uzoq vaqt jinsiy aloqa qilmaslik testosteronni pasaytiradimi yoki uzoq vaqt jinsiy aloqa qilmaslik bu qanchalik zarar? Так, uzoq vaqt jinsiy aloqa qilmaslik testosteronga prямой ta'sir qilmaydi. Zarari ham masalan qanaqa ma'noda zarari bor? Erkakda turli xil psixologik buzilishlar kelib chiqishni boshlaydi. Chunki jinsiy aloqani yetishmasligi boyagi o'sha nima deymiz, euforiya oladida, tabiiy euforiya bo'ladi. Erkak kishi uchun masalan hamma har xil atashi mumkin bu narsani. O'sha qoniqish hissini olmaslik, уже озабоченный bo'lib qoladi erkak kishi. Bitta Ko'rganini euforiya so'zini o'zimizni tilga o'zgartirib kayf desak bo'ladimi? Yengilroq Yengilroq. Aha. Qoniqish hissi bo'lmagandan keyin erkak kishi озабоченный ko'zi qonga to'lib, ko'rganiga yomon ko'z bilan qarash boshlab, Aha. arang o'zini tutib turadi. Qarang, bunaqa narsada erkaklar aytadi, o'zini tiyish kerak, nafsi bo'lish kerak, unaqa, lekin ertakni aytmaylik. Bor narsa haqida Bor narsa haqida va organizm haqida gapiraylik. Biz psixologiyamiz bilan qanchalik cheklamaylik, organizm o'zini so'zini aytadi. Da. U sizga bog'liq Sabr bo'lmagan tilash holatda kerak, o'zini vaqti bor, biz qarshilik qilmayapmiz. Biz hozir ilmiy organizm aytadigan gapni qilyapmiz. O'sha ming qilmasdan sabr qilib yurganda ham organizmda baribir o'zgarishlar paydo bo'ladi. Ertaga nima deydi? Yosh kattalarda ko'pincha aytadi, jinsiy a'zo ham ichkariga kirib ketib qolib, kichkina bo'lib ketyapti deydi, yildan-yilga deydi. U bekorga emas. Qancha kam aloqa bilan shug'ullansa, a'zo, ya'ni kam ishlatilsa a'zoni, shuncha kichrayib ketaveradi a'zo. Bu degani oldin 17 bo'lganida 15 bo'lib qoladi, 14 bo'lib qoladi degani emas. Bu hech qachon a'zo kalta bo'lib qolmaydi yoki o'smaydi o'sha ma'lum muddatdan keyin. Faqatgina ereksiyani oldingidek to'laqonli, tarang bo'lmaganligi sababli bu kichikdek ko'rinadi. Masalan, u yana aktiv hayotga qaytsa yoki o'sha agar tomirlar bilan bog'liq muammo bo'lmasa albatta, aktiv jinsiy hayotga qaytadigan bo'lsa, ma'lum muddatdan keyin xuddi oldingidek razmerga qaytadi. Demak, jinsiy aloqani ko'p qilmaslik bu testosteronga bog'liq emas. Testosteronga ham bog'liq emas, u prям organizmni ham zararlab qo'ymaydi, bu vaqtinchalik tipa chekinishdagi gap. Uni tiklash mumkin. Hech qanaqa bir yil aloqa qilmadim, 2 yil aloqa bo'lmadim, bo'ldi men kasal bo'lib qoldim degan narsa yo'q. Bu ko'proq ayollarga nisbatan gormonal fonni saqlab turish bilan bog'liq muammolar bor, lekin erkaklarda unaqa narsa yo'q.